Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'zbekistanskiy zolotoy lokatsiya, zolotoy etaj. Ko'rib turganingizdek, Belosnejniy domimizga yana bir bor kirib keldik. Ikkinchi qavatda 2 xonali ideal ta'minlangan yangi xonadonimiz sotuvga chiqdi. Operator birga bir ko'rsatib o'tamiz. O'zbekistanskiyda joylashgan bo'lib, bu 2 xonali ideal ta'minlangan xonadonimizda zal qismiga kirib keldik. Ko'rib turganingizdek, table, mягкий zona qo'yilgan, TV zonamiz, radiator и konditsionerimiz ham mavjud. Xonadonimiz 50 kvadrat metrdan iborat. Marhamat, mana bu yerda ikkita razdelni sanuzelimiz bo'lyapti. Xolodilnigimiz bor, kir yuvish mashinasi bor, suv, gaz dan muammo yo'q. Даже duxovkamiz ham Panasonic firmasidan qo'yib o'tilgan. Ko'rib turganingizdek, mana bu kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Двухслойный pardamiz qo'yilgan, bu yerda ham radiator bor, и двухконтурный kotelimiz bor. И полный xonadonimiz isitish tizimi bilan ta'minlangan. Mana bu yerda juda ham chiroyli shkaf qo'yib o'tilgan, kravatimiz bor. И har bir xonadonimizga gilam qo'yib ketilgan. Xonadonimizga narxiga kelayotgan bo'lsak, 62500 AQSh dollar deyapmiz. Yana chiroyli qilib savdo qilib olib beramiz.